Assalomu alaykum Shovon Chorvani qadri bilan hurmatli obunachilar, bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar. Xudo xolasa mana hafta kuniga dushanba, haftaning boshi 30-mart 2026 Namangan viloyati To'raqo'rg'on tuman Saroydamiz akalar. Mini firmaga kelganmiz, Lupul ukamizni firmalarga kelganmiz. Bu yerda har turidan bor. Suddori, novvosi, bo'g'ozi hammasidan bor. 100% ishonaveringlar. Shvetlarni, boqistirlari boshqalarni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna tugmasini bosib, like tugmasini bosib, bitta fikr mulohazalarni qoldirib, Lupul ukamizga so'z navbatini bersak, barcha ma'lumotlarni o'zlaridan olamiz. Lupullo, charchamayapsizmi? Alaykum assalom. Ahvol yaxshimi? Eplayapsizmi? Shovon Chorvani ashaddiy obunachilari. Assalomu alaykum hammalaringga. Xudo xolasa qaysi biridan boshlaymiz bir ma'lumotlarni sigirlardan turib qatar ko'rsataveramiz aka. Ko'rsatib o'tsangiz, yo'nalishida aka bular. Yo'nalishida. Sotiladigani ham topib berasiz. Sotiladigani ham bor aka. Oxirida videoni maksimal oxirigacha qo'llab-quvvatlab, podpiska, like, kommentariyani yozib tanish bilishni jo'natib qo'ysa, hammasi bor, chiqadi. Videoni oxirigacha ko'rishsin. Xudo xolasa mana akalar molimizni ashaklarni yeb bo'lgan jarayonda kelib qoldik biz. Men shunaqa aka, ozgina nima bo'lib qoldi. Bu yozgi joyi, yoz bahorda turadigan joyi, adashmasam shunaqa navesi mana. Mollarni bularga nimalar berasiz? Bular ma'lumotlarni bir o'zingiz sekin chiroylab tanishtirib o'taverasiz. Mana silos, somon, kunjara, kepak, makka uni hammasidan qo'shiladi aka. 7-8 xil ichida narsa bor. Faqat sut yo'nalishi uchun ular sutini ko'paytiradi aka. Bular mana qulog'idagi birkalarni ham ko'rsating aka. Germaniyani dengiz shtatidan kelgan. DE уже Germaniya. O aka ko'rsating qulog'ini, DEni. Hurmatli obunachilar, mana ko'rib turibsizlar. Toza joyiga kelganmiz. Xudo xolasa qo'llab-quvvatlashni bosib. Bu yoqdagi aka bo'g'oz variantlari. Qush aligisiga o'tgan bu yoqlar aka. 12-15 aligisi bor aka. 9 oy bo'g'ozda boqchisiz-a. Shunaqa. Mollarimiz ozgina charchoq bo'lib, vaqtimiz abetga to'g'ri kelib qolgani uchun, yem hashagini yeb olganligi uchun aka hammasi yotibdi, qorni to'q. Bitta iloji bo'lsa bir turg'izib bersangiz, bir ko'rsatib o'tardik. Bo'ybastilari bir mol tomosha qilib, odam miyasi dam ovoradigan qilib video qilamiz, xudo xolasa akalar. Mollarimizni ko'rib turibsizlar. Mana aka. Hozir yoniga o'tib erinmasdan bitta yaqinroq qilib olamiz. Mana o'qimiz aka. Mana qarang. Gavda boshdi, qarang. Xudo xolasa tug'adi, ha. 12-15 kun haligisi bor aka, tug'adi xudo xolasa. Ekranga nomerlaringizni qoldiramiz. Obodonda olishadigan akalar bo'lsa, bolasi tug'ilishi bilan ozginadan keyin sotiladi. Bu firmada eshitishim bo'yicha. Sotiladi aka. Xudo xolasa akalar, mana mollarimiz soni ko'p, mana sizlarga bitta-bitta ko'rsatib o'taveramiz. Videodan uzoqlashamiz. Yem haligilarni ham bir ko'rsatib qo'yamiz. Yemlarni ham bir ko'rsatib o'tamiz mana. Mashalloh, qarang zo'rligi. Mana aka. Bu kechki mahaliga. Mana bular qo'shasiz, Lupullo bunga. Aka kunjara, 4 qop kunjara, 1 qop makka uni, 1 qop bug'doy uni, 6 qop. Asosiy sut yo'nalishidaligi uchun mana makka uni, bug'doy uni, kunjara hamma xususiyati bor aka. Sut yo'nalishida uchun sut ko'paytiradi shu narsalar aka. Mashalloh. Bularni necha mahal berasiz bu mollarga? Ertalab kechqurun aka rejim mana. Ertalab 8 da, kechqurun 4 da yeyishadi aka. Necha mahal suv ichishadi? Suv postoyanno turadi aka. Yeb turish. Qarang mashalloh molni. Zo'rligini qarang akalar. Havasing kelib, bunday ko'rasan-da bu mollarni. Masalan, bitta like videoni oxirigacha ko'rishsa miya maza qilib dam oladi. Hammaga nasib qilsin mana shunaqa mollarni boqish, bunaqa firmalarda qilib olish. Buni kayfi boshqacha akalar, mana molni qarang. Soni seyrab, o tomonda buzovlar boshqalari ham bor mana. Tashashni xohlagan mahallari yeb turishibdi mana. Qandalar ochganda. Mollarni qarang mana. Shoq yo'q. Bu qarading. Toza german shvet. Mollarni qarang. Mollarimiz yotgani soni seyrab. Nechta molingiz bu yerda? 50 ta 60 ta bor. 50 ta 60 ta bor. Xolodilnigimiz aka. Xolodilnik. Ertalab kechqurun sut quyiladi. Sut yo'nalishidaligi uchun, ishlab chiqarish borligi uchun sut siraz olib ketiladi. Boyagina ozgina kech qoldingiz, sut olib ketdi aka. Sut olib ketishdi mana xolodilnigini qarang. Apparatchilar bu tomoni. Sog'in apparatlarimiz bu yoqda aka. Apparatlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Bu tomonda mollar turibdi akalar. Mana
Firmamiz zo'r mana. Xohlasa. Mana. Meydan ovvasimiz ham bor ekan, alipbillah. Ha, mana shu novvosimiz aka urug'qa sotiladi. Urug'qa sotasiz, xohlasa. Ishonimli garantiyali bexijolatli urug'qa ishlab turgan narsa. Maşallah. Yosh oyliklari qancha buni? 14-15 oylik aka. 14-15 oylik. Hali Tirik tish vazni. bosmagan ha. Ha, tirik vazni 700 kilo plus aka. 700 kilo. Xohlasin taroziga, xohlasin oyog'iga kelishaveramiz. Ha. Bemalol. Narxi qancha endi bu? Tirik vaznga mana siz. Oyog'iga 50 million kami bor, taroziga 70 mingdan qo'yib beramiz aka, kami bor. Kela. Kirandagina bemalol telefon qilaverasizmi? Maşallah. Qarang. Kattalarga xudo xolasa. Bitta xolasa sotuvga. Hozircha bitta aka telefon qilsin, yana nima bo'lsa buzakchalarni topib beraveramiz. Hozircha buzoqchalarni topib berishaveradi. Ikkala mini fermadamiz. Yana Shular nasl aka, tug'iladigan buzaklar ham shularni bolalari, Ha, mana shular shularni- naslidan aka. qo'yib qo'yilgan. Yana buzoqchalarimiz ham bor bunda obunachilar ko'rsatgan. Buni hozir Instagram kanalimizga ham chiroyli qilib joylashtiramiz. Xohlasa akalar, Instagramga ham YouTube obuna bo'lib qo'yaverasizlar. Instagramda ko'rayotgan akalarimiz YouTube'ga o'tib obuna bo'lib, like tugmasini bosib qo'yasizlar. Mana Godovashi ham ukamizni bo'yini qarang. Necha bo'yingiz sizni? 1.75 aka, bo'yi 1.5 metr plus. Molda qarang, 1.5 metr plasga chiqyapti, qarang. Havasi arziydigan bo'ladi. Onamiz mana sog'lom, xudo xolasa kasal-pasal boshqasi tegmagan. Vodiy bo'ylab qaygacha sotaverasiz buni? Aka O'zbekiston dastlabki bo'ylab O'zbekiston bo'ylab sotaverasiz. dastlabki qilib beramiz aka, kelishilgan holda. Kelishilgan holda. Bexijolat fermalarga, zotga urug'qa tavsiya qilamiz aka. Mana molni qarang, jonimlar, sog'lom akalar. Maşallah. Ay jonivor. Xudo xolasa ekrandagi nomerlar telefon qilaverasiz, 24/7 ishlab turibdi. O'ynaqlab turibdi akalar. Mana bu yerda ham bor. Toza shved, germanskiy shvedga ishqiboz aka-ukalarimiz. Mana molimizni qarang. Bir ajoyib darajada endi biroq kim tashagini shunday yeb turgan joyiga yemin ustiga kelamiz. Xudo xolasa chiroyli qilib sizlarga yana boshqa tavsiya qilib beramiz. Kanaldan uzoqlashmang. Like tugmasini bosib qo'yaverasiz. Ha, maşallah. Mana qarang. Mana yoshlarga qiziqqanlar uchun zo'rlaridan Xudo xolasa akalar. Kanalga obuna bo'lib, like tugmasini bosib, kommentda fikr mulohazalar bemalol qoldiraverasizlar. E'tibor uchun rahmat eslatib o'tamiz. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroydamiz akalar. Lutfullo ukamizning mini firmalaridamiz. 2026 hafta kuniga dushanba 30-mart akalar. Bemalol aloqa chiqaverasizlar ekrandagi nomerlarga 24/7 ishlab turibdi. E'tibor uchun rahmat.